telefon ziyoratlarimizda ma'lum bo'lishicha, 2017-yildan keyin ota-onasi lagerga kitilgan bolalarni to'plash, o'rinlashtirish va qo'g'dash uchun maxsus soqchilar vazifaga tayinlangan. Bu soqchilar mazkur bolalar o'rinlashtirilgan Darultam mahallidagi maktablardagi o'qituvchilar bilan hamkorlashib, bu bolalarning psixik va ideal holatini kuzatgan. Shundaqla xotir qoldirib ma'lum ana shu xil vazifaga tayinlangan Yakan naysirgi bir soqchi xodimi o'zining hozir qadar ota-onasi tarbiyalashga akitilgan bolalarni 6 o'ringa apag'anligini oshkorildi. Sizning soqchixonada o'tgan oyda siz shu yetim bolani apaga yaslining oraliq qanchalik bor? Yaslining oraliqi qilichroq yuzib bo'lgan ekan. Shu eng yaqinda apag'ingiz qaysisi? Qayerdagisi? Arslonbog'dagisi. U Arslonbog'dagisi shu burunmi maktabmiki yoki yaslibniki? Burunbog' maktabimiz. Maktab bo'lganda o'rta maktabmi, boshlang'ich maktabmiki buru? Maktab emas, yatoq binosi qilmoqda. Ham shu bolani shu Yakan bozoridagi uydan siz Arslonbog'ga olib chiqdingiz, shundaqmi? Yakanninki boshqa Arslonbog' turgan. Keyin Langar chiqdi. Siz hozir qadar shu yetim bolalarni apag'an o'rinda qanchasi bor? 6 bor. Bu yetim bolalar shu ota-onasi tutib ketganlar, shundaqmi? Ha. Deyilishi hozir qadar Yakan naysisining Langar, Arslonbog', O'dalliq, To'miston va Choribog' qatorliq yezi bozorlaridagi Darultamlarga igichaqsiz bolalarni opirib o'rinlashtirgan. Bu 6si qaysi o'rinlar? Siz shu bola apag'an. Peshkan, Choribog', To'miston, O'dalliq. Bunun için en çoğun qaysi balacık turayotgani? En çoğun Arslonbog'ga deyman. Sizning ko'rganingizda shu taxmin qilishingizcha qanchalik bola bo'lishi mumkin shu Arslonbog'dagida? Uni bek bilib ketmayotganlar ish qilib. Shu qurilgani yangi qurilganmi, burunqismi? Qachon qurilgan shu Arslonbog'dagisi? Qurilgan uzun bo'lgan. Bu yerdagi bolalarning yaxshi oziqlanayotganligi va bexatar tarbiyalanayotganligini ilgari surgan bu xodim Sarayları yaxshi qamoqlar vaqtida, qamoqlar ondan. Bu maktablarning darvozasida soqchilar navbat turadiganligi, tomlarda sim tikanlar borligini oshkorildi. Bularning ichida siz eng boshda bola bog'ini qaysi? Ziqatim bog'ingiz. Choribog'ning. Shu Choribog'ningki darvozalarida soqchi bor, shundaqmi? Ha, bor. Tomdir igizmada sim tikanlar bormi? Ha, tishlik. Qancha bino ekan shu Choribog'dagi Darultamda? Qanmabdikanman. Qilib chamalkan. Uning bayonlarida ma'lum bo'lishicha, navbatda ota-onasi jazoga tortayotgan igichaqsiz bolalar o'qitilayotgan yasli, boshlang'ich va o'rta maktablar mavjud ekan. ilgari Kiriya naysirlik bir soqchi xodimi Kiriyaning Yangiston yezisida ota-onasidan tarbiyalashga akitilgan bolalarning yotoqliq maktablarga o'rinlashtirilganligi. Buning menda ahvolni delo qabul qilamiz, menda ahvolga biz javob bermaymiz. Yo, tarbiyalash markazidagilarningki bola chaqalarini siz qanday o'qimaysizlar, qayerga opirilyapti? Anda aydelik ikinci o'qitma asosiy bir maktabga yerda birisi bor, 12 bayan birisi bor. Va bu maktabga Farishtalar maktabi deb nom berilganligini oshkorlagaydi. U burun qanday o'rin turibdi? Burunmi boshlang'ich maktabda burunmi? Boshlang'ich shu Farishtalar maktabi. Va undaqda bu Yangiog'da Farishtalar maktabidan ikki shulamdi, birisi yasli, birisi maktab bo'ldi. Yasli, birisi boshlang'ich. Yakan naysirlik mazkur soqchi xodimi Yakanda bu xil maktablarda jami qanchalik egichaqsiz bolalarning o'qitilayotganligi, ularning ota-onalarining qachon qo'yib berilganligi haqida ma'lumot berolmadi. Bu bolalarning ota-onalari qachon qo'yib berildi, bu maktab qachon taqildi, mushaqti bir sizlar bu vazifada o'tgan soqchilar bo'lganda siz so'rab baqdinglarmi? Ularning gapini bu. Ammo u Yakan naysisining Langayisida texi yaqinda bu xil yaslidan birisining qurilganligi. Langayisida ashunda ya, yangidan qurildi. Buningda 30 nafarcha bolaning tarbiyalanayotganligini tilga olish orqali bu yangi qurilgan shu tarbiyalashga akitilganlarning bolalari bordigan yaslimi? Ha, bor. Qanchalik bola bor shu yaslida? Mushnodamish yangisida. Yaslida ashunda bo'ldim bir 25-30 var. Yakanda Darultamlarning azaymaganligi, aksincha kengayotganligidan bishorat berdi. Bu yangichilgan yasli yana Yakanda bir oiladan er-ayol ikkisi teng tutilish ahvolining texnik davom qilayotganligini oshkorildi. Mazkur xodim kuzatish va boshqarishga oson bo'lsin uchun ba'zi joylarda yasli, boshlang'ich va o'rta maktabning yonma-yon o'rinlashtirilganligini tilga oldi. Bularning eng baldur qurilgani qaysi? Eng baldur qurilgani naysirlik deyman. Yakan bozoridagimi? Ha. Shu Yakan bozoridagisi bu yaslimi, o'rta maktabmi, boshlang'ichmi? Boshlang'ich, o'rta maktab yaqinlashgan hamma ashyo yopilib shu. U bu yerdagi ideaviy tarbiya va psixik kuzatishning nimani asosli maqsad qilganligi haqida ma'lumot bermadi. Ilgari aniqlashtirimizda O'ldinaysning To'xochi yezisida mahbuslar oila tavbatlarida davlat qarta minnatdorlik tuyg'usi paydo qilish va o'chmanlik tuyg'usining oldini olish uchun ideaviy tarbiya ilib berilayotganligi oshkorlangan edi. Aile a'zolari turmada tarbiyalashda bo'lganlarningki ish masalalari haqida bir alayli ko'ngil bo'lishlar bo'ldimi? Ha, bo'ldi.
Ularning hal-ahvol so'rab, ashlarning oilasining xabarlab. Ularning ballarning maktabdagi ahvoli kuzatildimi? Maktab berayotgan bu ballarningki Kuzatıldı. Maktab berayotgan ahvol kuzatdi. Ular aile ahvalında yaxşısında, hükümetin minnettar deb, yig'inni shunda ba'zilar kelib yig'inni so'zlab, sizning partiya hükümetin g'amxo'rligini shunda minnettar bo'lib, shu ota-onasi yo'q deya, otalari yo'q, adil yo'qlar shu ailesini kelib shunda yig'inlarda shunda aniq so'zladi. Yezdim tanıttım. Masalan, qaysi yig'in, qachon ichilgan, qaysi yig'inda? Mana o'tgan senatning shart qonun yig'inida. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida Yakan noyisida oz deganda 6 o'rinda tutqundagilarning farzandlari o'qitiladigan Darul Tam Mayitidagi yatoqliq maktab baliq haqida antish berdik.